Boshlang'ich to'lovsiz, jarimalasiz, muddatli to'lovga shina narxlari bilan tanishib chiqamiz. Matizga 4 ta shina 12 oyga 210 ming, 6 oyga 370 ming. Sparkga 4 ta shina 12 oyga 240 ming, 6 oyga 430 ming. Nexia'ga 4 ta shina 12 oyga 250 ming, 6 oyga 450 ming. Nexia 2 ga 4 ta shina 12 oyga 250 ming, 6 oyga 450 ming. Nexia 3 ga 4 ta shina 12 oyga 255 ming, 6 oyga 450 ming. Gentra'ga 4 ta shina 12 oyga 255 ming, 6 oyga 450 ming. Cobalt'ga 4 ta shina 12 oyga 290 ming, 6 oyga 520 ming. Onyx'ga 4 ta shina 12 oyga 270 ming, 6 oyga 480 ming. Monza'ga 4 ta shina 12 oyga 270 ming, 6 oyga 480 ming. Malibu'ga 4 ta shina 12 oyga 410 ming, 6 oyga 720 ming. Tracker'ga 4 ta shina 12 oyga 410 ming, 6 oyga 720 ming. Captiva'ga 4 ta shina 12 oyga 510 ming, 6 oyga 910 ming. Butun O'zbekiston bo'ylab bepul dastlabki xizmati bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tepadagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar yoki bo'lmasa kommentda plus belgisini qoldirsanglar, shartlarini jo'natib qo'yamiz.